Bo'laqolga lobar toqqa ketishim kerak o'rtoqlarimni. Hozir, ozgina qoldi. Ha, Jamshid. Yo, o'rtoq, hozir ozgina ishim chiqib qoldi, boraman hozir. Ha, bo'ldi, atilabdan qotganimda hozir boraman. Voy, lobar! Mannoq, chaqir. Xod! Hozir ko'rasan. Bahona qiladi bormayman deb. Chiqyapti. Ya, kelinglar bolalar. Yaxshimisan? Rahmat, qalaysan? Yaxshisan? Tuzumsan, nima gap? Nima gapmish? Bugun Upadlar bilan choyxonamiz bor-ku. Choyxonaga hamma boradi, bitta sen bormaysan. San ham bundoq erkagiga o'xshab choyxonalarga qo'shilib turgin deb keldik. Bolalar xafa bo'lmanglar. Men bora olmayman. Ayolimga qarashim kerak. Va har safar shunaqa qilasan-a, xotinim. Qachon qarasa shunaqa? Qachongacha kasal xotiningga qarab umringni o'tkazasan? Davolanish kerak bo'lsa, ana ota-onasinikiga jo'natib, ota-onasi qarasin. To'g'ri aytayapti. Qo'yvor. Ay, yoshsan. Boshqasiga uylanasan, o'rtoq. Ha bundoq sen ham o'zingni o'ylasang-chi. Yo nima? Duxing yetmaydimi? Xotiningdan qo'rqadigan xotin qulimisan? Agar bemor, ojiza ayolni parvarish qilish, unga sadoqatli bo'lish, sanlarni yetishing bo'yicha xotin quli bo'ladigan bo'lsa, ha, men xotin quliman. Nima uni ota-onasi davolatish kerak? U meni uyimga kelganida sog'lom edi. Erkak kishi jufti haloli bemor bo'lganda, undan hech qachon voz kechib ketmaydi. Agar hozir kimnidir tanlash kerak bo'lsa, sanlarni emas, xotinimni tanlaydi. Chunki u bolalarimning onasi. Men bolalarimga boshqona topib bera olmayman. Hayotda ishim o'xshamay, uyda o'tirib qolgan paytimda ham doim yonimda mana shu ayolim bo'lgan. Sanlar qayerda edilar o'sha payt? Pul topganimdan keyin paydo bo'lsanlar sanlar. Adasi, Hozir onasi boringlar endi shu choyxonaga.